Salatu wassalamu ala rasulillah. Alloh taolo cheksiz maqtovlar janob payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salomdan salatlar bo'lsin. Va bugun Alloh taolo buyruq nasib qilgan ekan. Mana bugun Central University'ga Yusay degan bir tog'amiz o'zi Yaponiyadan biz Qirg'izistonga kelib ko'p yildan beri, bir 3 yildan beri islom dinini izlab o'qib, islom joyida izlab yurgan ekan. Alloh taolo yuragini hidoyat berib, inshaalloh islom dinini bugun qabul qildi. Xudoy buyursa Yusay degan atini bugun Yusuf deb atini jangi islomcha, musulmoncha payg'ambarlarning atidan uyqash ekan, o'zining atini Yusuf deb aytsam, o'zi dag'ini qabul qilib uchun atini o'zining ati qo'yib olsak dedi. İnşallah kulağın azan aytıp Yusay'da Yusuf degan atni inşallah bugün qo'ydik. Alloh taolam bugun shu Yusuf bir tog'amizni Alloh o'zi yaxshi ko'rgan pendelerinden keyin inşallah dinni qabul qildi. Alloh taolam shu do'stimizni bir tog'amizni ko'plagan boshqa bir musulmonlarga da boshqa adashib yurgan tuğanlarına o'sha Yaponiyadagi tuğanlarimizdan o'zining yaqinlarini ota-onalarına da islomga, hidoyatga sebepchi qilganlardan bo'lsin Alloh taolam inşallah. Alloh taolam barimizni o'zi rozi bo'lgan amallarni o'zi rozi bo'lgan yashashni Alloh taolam bizga nasib qilsin. Jana oxirgi kelimizda da inşallah la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb o'zi rozi bo'lgan amalda canınızı alsın Allah taolam nasip olsun. Jana Alloh taolam iki dünya baxtlilik nasip qilgan bo'lsin barcha. Alloh rozi olsun.